Hammaga assalomu alaykum. M-Traders Lab sizlar bilan birgalikda haftalik tahlilni boshladi. Albatta Goldda HUSD parasida. D1 time frame'dan boshlaymiz. Birinchi o'rinda bizga range kerak bo'ladi. Ya'niki PDH, PDL o'tgan kunning maksimumi va minimumi. Yangiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, yangiliklar bu haftaga qoldirilgan edi. Non-farm, ya'ni biz uchun asosiy bo'ladigan yangilik. Ertaga USD ga nisbatan hech qanaqa yangilik, asosiy yangiliklar ko'rsatilgani yo'q. Seshanba kuni bu kunda ham hech qanaqa asosiy yangilik yo'q. Chorshanba kuni FOMS, payshanba kuni mana bu ko'rayotgan yangiliklaringiz. Xo'p, juma kuni non-farm. Endi tahlilga o'tadigan bo'lsak, o'tgan kunning maksimumi va minimumi. Bizda hozir HUSD ga bog'lanadigan bo'lsak, PDH da bizda SMT lar mavjud. Ya'niki HUSD PDH ni olib qo'ydi, lekin HUSD ololmay qoldi. Ko'rsatkichlarga keladigan bo'lsak, HUSD 49,000 narx oralig'iga qarab harakat qilyapti. 49,000 deganda endi vahima qilib bormaymiz. Men endi shunaqa 49,000 o'zimga udobniy bo'lishlik uchun shunaqa hisoblayman narxni. Xo'p. Nima uchun gold sellga oqib ketmadi? Nima uchun? Shuni ham ko'rib chiqamiz. 1 soatlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da bizda SMT lar mavjud bo'ldi. Qayerda va qachongi vaqtga nisbatan 30-sentyabrdagi 9:00 dagi low bilan bizda SMT mavjud bo'ldi. Xo'p, gold 1 soatlik time frame uchun internal liquidity, ya'ni ichki likvidni yechish doirasida PDRga javobini berib ketdi. H1 da bizda zona mavjud. O'sha zonani ko'radigan bo'lsak, bu o'zidan o'zi BC ga to'g'ri keladi va M15 time frame'da mana shu 1 soatlik time frame'dagi BC ichki likvidga to'g'ri kelyapti yana. Xo'p, o'sha ichki likvidni biz aniqlab olamiz. Aniqlab olganimizdan keyin bu o'zidan o'zi qaysi joydagi BC ga to'g'ri keldi. Ya'niki order blokni soyasiga touch berdi va FVG ni respekt qildi. Va shu bilan ko'ribsizki, narx PDR ga qarab harakatlanyapti. Xo'p. Bu joyda ham M15 time frame'ga nisbatan range high va range low'lar bilan o'ynaydigan bo'lsak, albatta range high ni yechgandan keyingi harakat low'ga va low'dan yana high ga harakat bo'layapti. H4 time frame'ga oladigan bo'lsak, H4 time frame'da hamma intiqlik bilan kutgan sell ssenariysi o'xshamadi. Bu narsa o'zim tomonidan kafolatlangan edi. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalda M-Traders Lab'da men bu narsani tahlilini bergan edim va anchadan beri bu narsani gapirib kelaman. Buning sababi HUSD ga yuzlanadigan bo'lsak, HUSD da oylik time frame'ga olamiz. Oylik time frame'ga olganimizda bizda o'zidan o'zi tepada aktual bo'lgan magnit sifatida o'ziga jalb qilayotgan va tortayotgan liquidness mavjud. Men aytgandim, ya'niki mana shu joyda bizda ikkita liquidness bor. Birinchisi yechilgandan keyin o'zidan o'zi ikkinchi likvid asosiy, ya'ni original konsolidatsiya o'ziga magnit sifatida tortadi. Lekin haqiqatan ham xuddi o'sha ssenariy bo'ldi va bu shu tomon nima deydi, narx tepaga o'sish jarayoni hali to'xtaganligi yo'q.
nima uchun H100 ni gapiryapsan, sen tillarda analiz qilasan-ku deydigan bo'lsalaringiz, men ICT da savdo qilaman. ICT ko'zi bilan qaraganda albatta bu likvid yechilishi kutilyapti. Undan keyingi holatda monthly time frame, albatta kumushda time frame alignmentga quloq soladigan bo'lsak, albatta D1 va D1 dan keyin H1 time framelarda struktura sinishi bo'lgandan keyin o'zidan o'zi eng oxirgi range'da high'ini endi olgandan keyin albatta range'da low'ga ataka bo'ladi. Bu degani albatta pastdagi 11 mingdagi narx atrofiga emas. Biz bu joygacha ushlashga majbur emasmiz. Sababi biz chakana tradermiz. Nafsimizni yengan holatda ichki likviddan tashqi likvidga, tashqi likviddan ichki likvidga hujumni davom ettirishimiz kerak. Bizga o'sha profitni o'zi albatta yetib ortadi. Xo'p, qachonki 49626 narxda albatta likvidni yechgandan keyin razvorot model hosil bo'lgandan so'ng ya'ni sellga ataka qilishga harakat qilamiz. Hozircha hech qanaqa sabab men ko'rmayapman. Shuning uchun goldda hali hozirgacha buy ssenariyda o'tiribman. Xo'p. Endi kumushga keladigan bo'lsak, tillaga keladigan bo'lsak, oylik time frame'da ham, kunlik time frame'da ham, haftalik time frame'da ham bizada hech qanaqa PDRA yo'q. Ya'ni muhim bo'lgan zona yo'q, tarixda yo'q, hech qanaqa. Hech kim hali bu narxlarni ko'rmagan. O'shani hisobiga men PDRA'ni, ya'ni muhim zonalarni kumushga asoslangan holatda ko'rib chiqaman. Sababi bir-biriga korrelyatsiya bo'ladigan paralar mavjud. Yevro, GU, gold, kumush va hokazo. O'shaning uchun hozircha M15 time frame'ga o'tadigan bo'lsak, bizada PDHlarda ya'ni SMT mavjud edi. Lekin hozir range'da high yechildi. Range'da high yechilgandan keyin lokalniy time strukturasida range'da low'ga ataka bo'lishlik kerak. Ya'niki mana bu low'ga. Lekin agar pastdan yana bizada SMT mavjud bo'ladigan bo'lsa, biz uchun buy aktual hisobiga buy ko'rinishdagi SMT'lar bizga qiziqarli bo'lishlik kerak. Hozirda narxni sell uchun aktiv bo'lgan zona albatta mana shu order block. Order block jarayonida struktura sinishi hali mavjud emas. Mana bu joyda hammaga sell ketaman deb aldadi deymizmi yoki da boshqa narsa deymizmi bilmadim. Chalg'ituvchi ssenariy bo'ldi bu joyda va yana bir marta sweep holati kuzatildi. Endi bu joyga yuzlanadigan bo'lsak, hali M15 time frame'da hech qanaqa struktura sinishi men ko'rmayapman. O'shani hisobiga bu ichki likvidni yoki da ichki likvidni ham tozaladi va mana shu 3879 narx oralig'idagi order block narxni podдержка qilib turibdi. Men kutayotgan jarayon yoki da ozgina pastga tushib shu likvid bo'lib qolgan narxni yana bu tozalab yoki da SMT mavjud bo'lib tepadagi PDH ni oladi yoki da yaxshigina bir range'ga tushib qolib hack USD ya'ni silver tepadagi original konsolidatsiyaga yuzlanib uni yechgandan so'ng shu all time high'ga nisbatan SMT sodir qilib shu bilan pastga ketishligimiz mumkin. Lekin hali emas. Bu hafta o'sha ko'rsatkich bo'lishini kutyapman. Ya'niki sellga hali hech qanaqa bir razvorot ko'rganim yo'q, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Mana bu narsani razvorot deb misol uchun men aytolmayman. Sababi time frame alignmentga yana quloq soladigan bo'lsak, prosta PDRAdan PDRAga narx harakatini kutyapmiz. O'shani hisobiga bizada 3826 va 3829 narx oralig'ida buy bitimlarimiz bor. Bu narsani kanaldagilar biladi, hammaga ko'rsatilgan, hamma xabardor. Tepadan sellga ham imkoniyat qidirib ko'rdik. Sababi juda ko'p do'stlarimiz, ukalarimiz, akalarimiz sell bitimlariga
ochishni plan qildi va ko'pchilik bu joyda stop loss oldi va ma'lum take profitlarni olib chiqib ketdi qisqa muddatli bo'lganligi uchun. Biza faqat bezubitga yedik seldan. Stop ham oldik, bezubitga ham yedik. Ozgina euforiyaga yokida FOMOga berilish bo'ldi, chunki hamma sel kutganini hisobiga men ham ozgina chalg'idim, lekin umumiy trend buy bo'lganligi uchun menda hech qanaqa bir o'zgarish yokida boshqa narsa bo'lganligi yo'q. O'shani hisobiga buy bitimlarimni do konca ushlab turaman. 3900 yokida 4000 narx oralig'igacha. Qachonki haq yuzli yana yuzlanib o'taman, o'sha tepadagi original konsolidatsiyani yechmagancha men buy bitimdan voz kechmayman. Bu o'zimni bozorga bo'lgan qarashim. Goldda hozircha shu ideyadaman. Faqat ichki likvid va tashqi likvid bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Hammaga rahmat, ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Hammaga bardam baquvvat va baquvvat take profitlar tilab qolaman. Albatta bu endi haftalik tahlil deb ayta olmayman, sababi all time haydamiz. Hech narsa hali mavjud emas. Faqat tepadagi PDH aktualligicha qolyapti. Qachonki selga razvorot model yasaydigan bo'lsa yokida yana buy yo'nalishi tepaga o'sib ketadigan bo'lsa, kundalik tahlil ham tashlab boraman. Hammaga rahmat. Telegramga va YouTube'ga a'zo obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram ham mavjud. O'z kontentlarimni va o'z tahlillarimni boshlaganman. Menga faqat podдержка kerak. Albatta kanalga nisbatan sizlardan hech narsa ketmaydi. Xo'p, rozi bo'lasizlar. Rahmat kattakon.